Saodatning sabablari degan mavzuda dars qilayotgandik. Bugun 5-sabab. Bugungi mavzuyimiz nohaq tanqidga qanday munosabatda bo'lasan? Hayotda hammamiz tanqidga uchraymiz. Tanqid qilishadi. So'zimizni, fe'limizni, harakatlarimizni, yurish-turishimizni. Gohida bu tanqidlar o'rinli bo'ladi. Quloq solsangiz, haqiqatda aytyapti, tuzatsa bo'ladi. Diqqat qilib mulohaza qilsangiz, haqiqatan bu narsani bundan yaxshiroq qilishi mumkin edi. Lekin ba'zida mana shunday bir noo'rin tanqidlarga ham duchor bo'lasan. Ta'na malomatlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga. Mana shunday holatda inson tushkunlikka tushadi. Qilayotgan ishini qilgisi kelmay qoladi. Qo'lini tushirib oladi. Hafsalasi pir bo'lib ketadi. Xo'p, mo'min odam mana shunday bir noo'rin tanqidlarga, nohaq tanqidlarga qanday munosabatda bo'lishligi kerak? Odamlarning ahmoqlari, tentaklari Xoliq subhanahu va taoloni, roziq bo'lgan Haq taoloni so'kishdi. Yakka yagona bo'lgan Alloh taoloni haqorat qilishdi. Alloh taboraka va taolo hadis qudusiyda aytadi: "Shatamani ibn Adam. Odam bolasi meni so'kib haqorat qildi. Walam yakun yanbaghi lahu an yashtumani. Unga bunday qilishlik, meni so'kishligi to'g'ri bo'lmas edi, lozim bo'lmas edi. Yu'zini ibn Adam. Yasubbud dahra. Odam bolasi menga aziyat beradi, zamonni so'kadi. Va ana dahru biyadil amr. Men zamonman. Zamon menman. Hamma ish meni qo'limda. Uqallibul layla van nahar. Kun bilan tunni o'zim almashtirib turaman. Amma shatmuhu iyaya qawluhu inna li waladan. Endi meni haqorat qilishiga kelsak, odam bolasi Allohning bolasi bor dedi. Men esa tug'maganman, tug'ilmaganman va menga biror kimsa teng emas. Allohni haqorat qilyapti odamlar. Endi mana shunday tabiatli insonlardan sen bilan men birodar nimani kutishimiz kerak? Agar sen hayotda bir yutuqqa erishsang, muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritsang, ko'pchilikda bo'lmagan yaxshiliklardan qo'lga kiritsang, albatta achchiq, noo'rin tanqidlarga, malomatlarga, hatto tuhmat, bo'xtonlarga ham duch kelasan. Ha, hayotda nimagadir erishgan bo'lsang, albatta seni mana shunday bir nohaq tanqid qilishadi, malomat qilishadi, tuhmat, bo'xton qilishadi. Mana shunday ishlar bilan mashg'ul bo'lgan odamlarga albatta duch kelasan. Bunaqa odamlar avvalan bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Seni endi tanqid qilishni boshlashdi. Demak, endi bilding bunaqa odamlarning borligini. Chunki nimagadir erishganingdan keyin tanqid qilishni boshlashdi. Endi ozgina bir muvaffaqiyatga erishding, tijorating yurishdi, hurmating oshdi, qo'lingga bir narsa keldi, mana endi ko'raver. Mana endi shunaqa odamlarning ham borligini ko'raver. Bunaqa odamlar birodarlar tinchimaydi. To teshik topib kirib ketmaguncha, yo ko'tarilib ketishlik uchun osmonga bir shoti topmagunicha, narvon topmaguncha bunaqalar hargiz tinmaydi. Modomiki sen bilan men mana shunga o'xshagan odamlarning orasida yashar ekanmiz, tayyor turishimiz kerak. Nimalarga? Ko'zimizni yoshlatadigan ishlarga, bizni xafa qiladigan so'zlarga. Bular tinch qo'ymaydi. Chunki ne'mat egasi borki, unga hasad qilinadi. Ha, o'zicha. Yangi mashina minibdimi? Yangi mashina minmasang ham gapiradi. Endi mashinadan ayrilib piyoda yursang, ha, piyoda qopti-yu. Bora o'tirgan odam qoqilmaydi. O'lik yetdi odamlar tepishmaydi. Birodarlar, ha, kamchilik bo'lishi mumkin hammamizda. Yuribsimi? Yurgan, tikka turib yurgan odam qoqilishi mumkin. Xato bo'ladi hammamizda. Endi shu tanqidni to'g'ri qilayotgan odamlar bor va noo'rin tanqid qilayotgan odamlar bor. Shunday odamlar bor. Agar sen ulardan o'zib ketsang, ilmda, odobda, mol va davlat to'plashlikda, sen ularning ko'zida gunohkorsan. Seni aybing o'tib ketganing bo'ldi. Endi sen uchun hech qanday tavba yo'li yo'q. To erishgan yutuqlaringdan va Alloh senga ato qilib qo'ygan ne'matlardan ajralmaguningcha seni hech qachon bunaqalar tinch qo'yishmaydi. Maqtovga loyiq har qanaqa sifatingdan, ulug'likni har qanaqa ko'rinishdan ajralmaguningcha seni o'z holingga tashlab qo'yishmaydi.
to sen ham ularga o'xshab yalqov, baxtsiz, ahmoq, tentak, befahm, befarosat, tugab bitganlar qatoriga kirib qolmaguncha seni hargiz tark qilishmaydi. Ular ayni shu narsani xohlaydi. Chunki sen o'tib ketding ulardan. Ularni ana shu noo'rin tanqidlariga, hasadlariga sabr qilsang, senga ulug' ajr va mukofotlar bor, birodar. Undan tashqari, seni noo'rin tanqid qilishlari seni qadringni oshiradi. Chunki qadrsiz odamga nima qilinmaydi? Hasad qilinmaydi. Uchragansizlarda, to'g'rimi? Bora menga nima devorgis keladi? Pul olmayotgandingiz, Alloh uchun deb qilyotgandingiz. Kelasiz, unisi u deb ketadi, bunisi bu deb ketadi, bor yo'qol o'lib ketdingiz. Agar shunday qilgan bo'lsangiz, oxirat uchun, savob uchun, din uchun, el uchun, mamlakat uchun bir xayrli ish qilayotgan paytingizda ozgina shunaqa bir sassiq suruv gaplarga quloq solib tashab ketar ekansiz, ular xohlagan narsani berib qo'ydingiz. Demak, sen ularning so'ziga, noo'rin tanqidlariga, haqoratlari va bo'xtonlariga sabr bo'lishing kerak. Sobit turishing kerak. Xuddi Uhud tog'idek. Harsang tosh ko'rgansizlar, katta bo'ladi, o'zini borligini va qudratini isbotlashlik uchun sobit turadi. Mana shu harsang toshdek turgin, birodar. Kessakni mana shu harsang toshga otsa, kessak kelib tegadida toshga parcha-parcha bo'lib ketgandek, agar sen sobit tursang, bunaqalarning gaplari keladida parcha-parcha bo'lib yo'qib ketaveradi. Bularning so'zlariga parvo qilma. Agar ularning so'ziga parvo qiladigan bo'lsang, ta'sirlansang, siqilsang, asabiylashsang, ular xohlayotgan narsani bergan bo'lasan. Bee'tibor bo'l, qo'riladi ular. Gapirsang ham qilaveryapti, gapirmasang ham qilaveryapti. Maqtasang ham indamay ishini qilyaptimi, qo'rilib tugaydi. Demak, unaqa odamlarga beriladigan javob nima ekan? Indamasdan ishini qilaverishing. Ular bunaqa odamlar nimani xohlashyapti? Ayni shu narsani. Ular seni hayotingni, umringni kir bo'lishini, seni baxtsiz bo'lishini istaydi. Hali payg'ambarimizning hayotidan, payg'ambarlarning hayotidan misollar aytib beraman. Subhanalloh. Bu darslarimiz, mana darsimizni boshida aytdik, silsilani. Agar qalbingizni ochib qabul qilsangiz, qalbingizga mana shu yerda aytiladigan o'lchov tushunchalarni mahkam joylab olsangiz va shu bilan yashasangiz, siz saodatli inson bo'lasiz. Muhimi o'lchov va tushuncha. Agar o'lchov tushunchangiz to'g'ri bo'lsa, dunyodagi saodatli, baxtli odam siz bo'lasiz. Chunki bundaylarning hayoti ayni mana shunday. O'zlarini qo'lidan hech narsa kelmaydi. Birovga foydasi tegmaydi. Hayotda biror bir narsaga erishmagan. Ishi o'tirib boshqalarni muhokama qilish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hayotiga murojaat qilamiz. Rasululloh Tabukka qo'shin tayyorlaganlarida mana u zot hayotida qatnashgan oxirgi g'azo. 30 ming kishilik qo'shin yig'ildi. Rasululloh mana shu qo'shinni jihozlagani musulmonlarga infoq ihson qilinglar dedilar. Shunda kimdir katta pul olib keldi. Kimdir ozroq narsa olib keldi. Borini olib keldi. Munofiqlar, o'zi munofiq. Bir chekada o'tirib olib, ozgina narsa olib kelgan odamni ko'rib turib, 2 kilo xurmo olib keldi. 30 minglik kishiga 2 kilo xurmo olib keldi. Endi topgani shu. Olib kelsa, shu ham Ihsonbek, shuni ham olib keladimi? Uyatmaydimi? O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. Endi bir sahoba katta mablag'da olib kelsa, qarab turib, riyo deydi. Riyo. Bu xo'ja ko'rsinga qilyapti. O'zi munofiq, o'zi hech narsa qilmaydi. E'tibor beringlar-da. Shunaqa hammani ta'na ma'lumot qiladigan, hammani muhokama qiladigan, g'iybat qiladigan odamlar o'zi hech narsa qilmaydi. To'g'rimi? Bizning aybimiz nimada? Bizning aybimiz shunaqa odamlarga e'tibor berib, ularning qadrini ko'tarishimiz. Bunaqa odamlarni agar bir daraxtga o'xshatish kerak bo'lsa, ular shunaqa daraxtki, na soyasi bor, na salqini bor, na bargi bor, na mevasi bor. Ularni maza-bemaza so'zlarga e'tibor qilsang, birodar, ularning narxini oshirgan bo'lasan. Shuning uchun ularga parvo qilma. Ularni unini o'chirmoqchi bo'lsang, ularga javob bermoqchi bo'lsang, nima qilish kerak? Yana ham o'zingning ishingda peshqadam bo'l. Yana ham kattaroq muvaffaqiyatlarga erish. Yana ham katta cho'qqilarni egalla.
Shunda ularga sen javob bergan bo'lasan, shunda ularning og'ziga muhr uriladi. Ma'qulmi? Ularga o'sha kishi ishini tashlab qo'yadigan bo'lsang, ular xohlagan narsani berasan, chunki pitga o'chashib kiyim kuydirilmaydi. Alloh taolo nima deyapti? "Wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun." Ey Muhammad alayhisalom, ularni ustida mahzun bo'lmang va ularni qilayotgan makr hiylalaridan siqilmang. Shundan ogoh bo'l, birodar. Ularni qilayotgan makr hiylalaridan qalbing siqilmasin. Ularga e'tibor berma. Chunki it hurar, o'tadi karvon. Qarangda, karvon boshi karvonni boshlab ketyapti. Xalq uchun, yurt uchun kerak bo'lgan ustida mahsulotlar bor. Agar u karvonni yetalab ketayotganda, unga hurayotgan itlarga to'xtab, har bittasiga yerdan olib kesak otaversa, nima bo'ladi? Bilasizmi? Karvon to'xtaydi, yuklar manziliga yetmaydi, omonatlar zoyi bo'ladi. Itlarni ko'pligidan kesak otaverib, kesak tugab, har bitta kesakda 2 so'mdan olib otishga to'g'ri keladi. Sen shukr qil, birodar. Sen shukr qil. Chunki sen insonlarga foydali bo'lgan yuklarni ko'targan karvonsan. Sen shukr qil, shunaqa itlardan qilib qo'ymabdi seni. Ularga parvo qilma. Ularni qilayotgan noo'rin tanqidlari faqat seni qadringni ko'taradi xolos. Seni jamiyatdagi hurmating, mavqeingga qarab turib tanqidlar keladi. Faqat qo'lingni tushirib olmagin. Chunki sengacha ham bo'lgan bunaqa odamlar sendan keyin ham birodar mevali daraxtga tosh otiladi. Mevasi daraxtga, terakka birov tosh otmaydi. Bunday odamlar, bunaqa noo'rin tanqid qiladigan, tuhmat, malomat qiladigan odamlar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni ham kamchilik topishgan. Xayru xalqillah bo'lgan Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ishidan ham kamchilik topishgan. Rasululloh ana shu g'animalarni taqsim qilayotganlarida bir kishi kelib aytdiki, bu ishda adolat bo'lmadi. Ey Muhammad, Allohdan qo'rq dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, senga voy bo'lsin. Agar men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Menga samo ahli ishonadi-yu, maloikalar ishonadi-yu, sen ishonmaysanmi dedi. Muhammad bu ish bilan Allohning yuzini ko'zlamadi dedi. Ibn Mas'ud aytadi, men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib, uni so'zini yetkizdim. Noroziligidan Rasulullohning yuzi o'zgardi. Keyin Alloh Musoni rahim qilsin. Tahqiq bundan ham ko'proq ozorlaganida sabr qilgan edi. Musa alayhisalomga nima aziyat bergan edi qavmi? Noo'rin tanqidlarga qanaqa munosabatda bo'lasan? Men misollarda aytayapman. Odamlar Allohdan shuncha ne'matni olib turib, Allohning bolasi bor, xotini bor deb Allohni so'kib turgan bo'lsa, shunaqa tabiatli odamlardan sen bilan men nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalom haqida Alloh taolo aytadi. Mana payg'ambarimiz aytayaptilar, Musoni Alloh rahim qilsin. Bundan ham qattiq aziyatlarga duch kelganda sabr qilgan. Nima degan edi? Musa alayhissalomga qavmi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aza Musa fabarrahu Allohu mimma qalu va kana indallohi vajiha. Ey mu'minlar, Musoga ozor bergan kimsalar kabi bo'lmanglar. Bas Alloh Musoni ular aytgan ayblardan pokladi. U Alloh nazdida obro'li kishi edi. Muttafaqun alayh bo'lgan hadisda mana shu Banu Isroilni Musa alayhisalomga bergan aziyatlardan bittasi payg'ambarimizning tilidan rivoyat qilinadi. Banu Isroil deydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yalang'och bo'lib cho'milishar edi. Bir-birlarining avratlariga qarardi. Musa alayhisalom esa hayoli zot bo'lganligi uchun yolg'iz yuvinardi. Shunda Banu Isroil vallohi Musoni biz bilan birga yuvinishdan uning badanidagi ishig'i borligi to'sadi deydi. Grija deyiladi yoki bir quvug'ida ishig'i bor degan aybni nisbat qilishar edi. Kimni ayblashyapti? Qulchilikdan olib chiqib ketgan, Misrni o'zida 9 ta mo'jizani ko'rsatgan, dengizni yorib o'tib ketib, Firavnni cho'ktirgan Musa alayhissalomni, o'zlaridan bo'lgan payg'ambarni, shuncha musibatlardan olib chiqib ketgan payg'ambarni ayblashyapti.
Kimlar? Banu Isroil o'zini qavmidan bo'lganlar. Payg'ambarimiz aytadilar, Musa alayhissalom kunlarning birida yuvinish uchun bordi. Kiyimlarini yechib bir toshning ustiga qo'ydi. Qo'yishi bilan tosh uni kiyimlarini olib qochib ketdi. Tosh yurib ketdi, Allohning mo'jizasi bo'ldi. Musa alayhissalom toshni izidan quvib yugurib ketar ekan qichqirardi. Kiyimim, tosh deb. Yalang'och holda kiyimini quvlab ketar ekan, Yahudlar Musa alayhissalomni ko'rishdi shu holatda. Va aytishdiki, "Ha, vallohi Musoni bironta aybi yo'q ekan" deyishdi. Keyin kiyimini olib toshni urib qoldi qo'ldagi asosi bilan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadi, albatta ana shu toshda Musa urgan 6 ta yoki 7 ta iz bor dedilar. Shunaqa tabiatli odamlarning ichida yurib, sen ulardan, men ulardan nimani kutishimiz kerak? Musa alayhissalomga shunaqa muomala qilishdi, endi nima deymiz? Musa alayhissalom Alloh taologa yolvordi. Parvardigor, odamlar meni tillari yomonlashdan tiyishsin deb duo qildi. Parvardigor shunday qilganki, meni qaytib yomonlashmasin. Mumkin ish-a? Allohga mumkin ish-a? Alloh qodir bu ishga. Shunday qilganki, meni yomonlamasin qaytib bular. Alloh taolo dedi: "Ey Musa, sen so'rayotgan narsani o'zim uchun ham qoyim qilmaganman. Ular meni so'kishsa ham, haqorat qilishsa ham, men ularni yo'q qilib tashlamayman, balki rizqlarini ato qilaveraman. Sen birodar ularni og'izlarini yopib qo'ya olmaysan. Tillarini bog'lab qo'ya olmaysan. Ammo ularni tanqid ma'lumotlarini beparvolik bilan, ularga e'tibor qilmaslik bilan to'xtatib qo'ya olasan, ularni ko'mib qo'ya olasan. Qul mutu bi g'oydikum. Mana shu adovatinglar bilan, jinnilar bilan o'lib ketinglar deb ayting. Agar hammani rozi qilaman deyotgan bo'lsang, hammani nazarda mahbub bo'laman deyotgan bo'lsang, butun olamni ko'zida ayblardan pok bo'laman deyotgan bo'lsang, sen shularni ham sanabsan. Sen amri mahol ishga intilibsan. Sen qilib bo'lmaydigan ishga kirishibsan. Chunki hikmatda aytilganidek, irdoun nasi g'oyatun la tudrak. Odamlarni rozi qilish yetib bo'lmaydigan orzu. G'arb adiblardan biri aytadi, sen to'g'ri ishni bajarganda, keyin har qanaqa pastkash, noo'rin tanqiddan yuz o'gir. Seni ranjitadigan so'zga javob berma. Maqola va she'rga javob berma. Chunki odamlarni yarmi sen haqingdagi tanqidni o'qishgan bo'lsa, unutib bo'lishdi. Endi qolgan yarmi bo'lsa, u tanqidni eshitmagan ham, o'qimagan ham. Kuyinma. Senga yozilgan tanqidni, senga qilingan noo'rin tanqidni qaytaraman deb raddiya yozmoqchi bo'lsang, seni raddiyani ko'pchilik odam tushunmaydi. Chunki nimaga raddiya berayotganligini bilmaydi-da. Shuning uchun bunaqa tanqidlarga raddiya berib, mavzuni chigallashtirma. Tek qo'y. O'zi o'chadi, qoladi. Odatdachi yana bitta narsada. Mana hozir ko'payib ketdi-yu, palonchiga atvet qildi. To'kinchiga atvet qildi. Palonchini o'rniga qo'yib qo'ydi. Palonchini unni o'chirib qo'ydi. O'zi u domla 7 yil burun qilgan bu masalasini. 7 yil bo'lgan qilgan ma'ruzasidan qirqib turib, palonchi domla palonchiga atvet qildi. U domla u artist bilan ishi ham yo'q. Unaqa artistning borligini bilmaydi ham. Palonchi domla palonchiga atvet qildi. Odatda har qanaqa mavzuni dolzarbligi ukalar 3 kun bo'ladi. 3 kundan keyin odamlar esdan chiqaradi. Agar tek qo'ysangiz 3 kunda yo'q bo'ladi. Agar raddiya bersangiz, soviyotgan qozonni yana qaynatasiz. Ma'qulmi? Javob bermang. Tek qo'ying. Natijada kim yutadi? Agar raddiya bersangiz, o'sha bo'yiga hasadgo'ylar yutadi. Hakimlardan biri aytadiki, odamlarning bir-biridan topish bilan ovoraligi shu darajadaki, sen bilan bizni borligimizni ham unutishib qo'ygan. Ular o'zlarini tirikchiligini to'g'rilash bilan shu darajada mashg'ulki, sen bilan men o'lib ketsak ham sezishmaydi ham. Ozgina sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Axir qora bulutni tarqaganini, qattiq shamolni to'xtaganini, jazirama issiq va qahraton qishni sovug'i ham tamom bo'lganini ko'rmaganmisan? Sabr qil, bunisi ham o'tib ketadi. Chunki yomg'ir abadiy yog'maydi. Lan yadurrukum illa adha dedi Alloh taolo. Ular sizlarga ozor berishdan boshqa hech qanday zarar yetkiza olmaydi. Faqat yuragingni siqadi.
Asabiyni o'ldiradi, lekin hech narsa qila olmaydi. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Siz kofirlar va munofiqlarga bo'yinsunmang va ularning ozor aziyatlariga parvo qilmang, hamda Allohga tavakkul qiling. Allohning o'zi yetarli vakil va homiydir. Bunaqa odamlar avvalon bor edi, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Mana birodar, pastkash, tuban, bema'ni odamlarni noo'rin tanqidlarga qanday muomalada bo'lishing kerakligini bilib olding. Ularni o'zini holiga qo'y. Bunday toifalar Allohgaki shunaqa munosabatda bo'lishar ekan, o'zlarining payg'ambarlargaki shunaqa muomalada bo'lishar ekan, endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ular saodatning yana bir sababi, 6-sababi, birovdan shukrni kutma. Birovdan rahmatni kutma, qilgan yaxshiliging uchun. O'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Va ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi robbihil a'la va la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida, taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga infaq ihson qilgan bo'lsa, illa bitigha wajhi robbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Vala sawfa yardo. Va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorini jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Robb subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, Parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukrlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanashsa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Va ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta, har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman, falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Bilagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch-quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi. Qarang, o'zini otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonko'r bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonko'rlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonko'r tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin.
Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor. Shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birovdan minnatdorchilik kutma. Birovdan shukrni kutma. Kutma birovdan yaxshilikni. Shunda ular nonko'rlik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qilavering, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah. Va ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar. Bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fa huwa lakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga. Mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamd sano aytgan birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt birodar. Chunki bergan qo'l baland bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biron mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan odamlarda aksariyati nonko'r, noshukr bo'lishini. Bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlardan. Qaraya deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan, telefon qilib turib, rahmat birodar, yetib oldim deb telefon qilib qo'ymaydi. Bo'ladi, qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, men yetib oldim deb rahmat aytmaganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Endi narigi odam, o'sha Rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi. Bir og'iz yetib oldim deb qo'ymadi-ya deydi. Ana, agar siz o'sha narigi Rossiyadagi odam bo'lsangiz, kutmang shuni. Agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, kutmaysiz uni. To'g'rimi? Inson tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukrlik degan narsa bo'ladi. Shunga tayyor turaylik, birodarlar. Voqea qissa bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi. Boshi qotdi.
Nima qilishini bilmasdan shunday bir mushkullanishda turgan paytda, eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chalib qoldi. Hol-ahvol so'radi. Bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini aytdiki, menga bir ishonchli odam kerak. Bir ish bor, senga ishonaman. Menga ishlamaysanmi dedi. Boya kambag'al nima ish qilaman dedi. U do'sti aytdiki, ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib kelib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlab tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish dedi. Mana shu ish dedi. Zo'ra ko'ndi. Ozgina vaqt o'tdi. Ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib kelib beradi. O'tirib tekis qilib tahlab sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmini o'ziga oladi. Qarzlar uzilishni boshladi ozgina vaqt o'tgandan keyin. Ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'rladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, "Nima bo'lyapti sizga?" dedi. Deganida aytayaptiki, "Hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman" dedi. Xotini, "Yaxshi-yu ishingiz. Buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz?" desa, "Men bitta narsaga hayronman" dedi. "Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotgandi. Keyin ish yurib, 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatda nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukrlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliyjanob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliyjanob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xafa bo'lma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astagfirullah. Va idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qo'idan aw qo'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durruhu, qachonki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marra ka'allam yad'una ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'ziga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzaga kirib ketaver. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Parvardigor, esalomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishaverdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'ta shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukrlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi. Eng qimmat taomni olib chiqib hali ko'rdi qo'liga berdi. Eng qimmat ovqat. Qattiq non bersa ham bo'laveradi. Shunda bu solih kishining ahli, "Ha bu ko'r odam unga nima berganingizni bilmaydi-yu" deganida, "Lekin Alloh biladi-yu" dedi. Modomiki qilgan yaxshiliklaringizni Alloh bilishiga iymoningiz komil ekan, bas odamlardan mukofotni kutmang. Bir odamga qalam hadya qilsang,
Keyin shu ahmoq odam seni shu qalam bilan ustingdan yumaloq xat yozsa, xafa bo'lma. Sen bergan shu qalam bilan seni masxara qilib bir she'r yozsa, haji yozsa, xafa bo'lma. Oqsab ketayotgan odamga tayanib yursin, qo'y-po'yini haydasin deb bir tayoq bersang, bir kun kelib shu tayoq bilan boshingni urib yoradigan bo'lsa, bundan hayron bo'lmagin. Chunki innal insana li robbihi lakanud va innahu ala zalika la shahid. Chunki inson Robbisiga nonkor, noshukur va o'zi bunga guvoh. Allohning shuncha son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonkorlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa, nimaga xafa bo'lasan? Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Biz ko'proq nimadan xafa bo'lishimiz kerak? Odamlarda nonkor, noshukurligidanmi? Yoki odamlarda tabiatini bilmaganligimizdanmi? Qaysinisidan ko'proq xafa bo'lishimiz kerak? Ularning noshukurligidanmi yoki o'zimizni bilimsizligimizdanmi? O'zimizni bilimsizligimizdan xafa bo'laylik. Chunki buni tuzatsa bo'ladi-da. Mana bilib oldik. Odamlardan qaytishi kutilmas ekan, bo'ldi. Ularni tabiatini o'zgartira olmaysan, lekin sen o'zingni o'zgartira olasan. Nima qilmagin, birodar? Odamlardan rahmatni, odamlardan minnatdorchilik kutmagin. Chunki nonko'rlik kafaniga o'ranib olgan insonlar Alloh taoloning son sanoqsiz ato qilib qo'ygan ne'matlarga noshukrlik qilyaptimi? Endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ular sen bilan menga qanday muomalada bo'lishligi kerak? Shuning uchun birodar, yaxshilikni qil, Allohdan ajrni kut, birovdan shukrni kutma. Saodatning sabablaridan 6-si birovdan shukrni kutma. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saodatning sabablari. 7-sabab boshqalarga ihson qilish qalbning yorashishidir. Go'zallik o'z ismidek bo'ladi. Ma'ruf o'z rasmidek bo'ladi. Yaxshilik o'zining ta'midek bo'ladi. Odamlarga yaxshilik qilishdan, ularga ihson qilishdan, ularga xursandchilik ulashlikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi, bilasizmi? Avvalambor mana shu yaxshilikni qilgan odamni o'zi. Ana shu ihsonini, saodatini odamlarga ulashgan kishini o'zi birinchi foyda topadi bundan. Odamlarga yaxshilik qilayotgan, ularga xursandchilik, saodat tarqatayotgan insonlar bu qilgan savobli amallarining mevalarini avvalambor o'zlarining nafslarida his qilishadi. O'zlarining xulqlarida topishadi. Zamirlarida bu narsani ko'rishadi. Odamlarga yaxshilik qilganda, birodar, qalbini yorishganini, osuda bo'lganini, sakinatli bo'lganini, orom topganini ko'rasan. Eslang-da, qiylanib turgan odamga bir yordam qildingiz. Hali odam ketdi, pulingizni olib ketdi. Lekin xuddi pul olgandek maza qilasiz. Siz katta yo'lga chiqa olmasdan kichkinaroq mashina turibdi. Hech kim yo'l bermayapti, katta yo'lda ketayotganlar. Shunday sekinladingizda, bunday farani yoqib qo'ydingiz. Hali odam shunday burildi-da, avariyani yoqdi. Bilasizmi? Uje xursand bo'lishni boshlaysiz. Avariyani yoqib qo'ydi, yaxshilik qilganligingizdan quvonch hosil bo'ladi. Va mana shu quvonchni paydo bo'lgani Alloh sizdan rozi bo'lganligini bitta belgisi. Alloh rozi bo'ladigan ishni qildingiz, qalbingizga quvonch kirdi. Shuning uchun birodar, agar boshingga biror bir g'am tashvish kelib qoladigan bo'lsa, birovni topib turib yaxshilik qilib qo'ygin. Ihson qilgin. Go'zal ishni bajar, shunda qalbingda yengillikni topasan, rohatni. Mahrum odamga biror narsani ber, mazlumga yordamchi bo'l, ochga taom ber, kasalni ziyorat qil, mashaqqatga kirgan insonga ko'mak ko'rsak. Shunda sen saodat o'rab olganligini his qilasan. Mavzuyimiz qanaqa bo'ldi? Boshqalarga yaxshilik qilgan inson avvalambor bu yaxshiligidan o'zi foyda oladi. Qalbi yorishadi. Odamlarga yaxshilik qilishlik xuddi mushukka o'xshaydi. Mushuk ambarga o'xshaydi. Mushuk ambarni ko'tarib ketayotgan odam ham foydalanadi undan. Sotib olgan ham foydalanadi. Uni sotayotgan ham foydalanadi. Mushuk ambarda oldidan o'tib ketayotgan odam hidab foydalanadi. Mushuk ambarni turgan bitgani yaxshilik. Yaxshilik qilishda ham xuddi shu narsani o'zi. U yaxshilikni qilgan ham, yaxshilikni olgan ham, yaxshilikka guvoh bo'lgan odam ham bu narsadan huzurni topadi. Odamzod yer yuzida yashab kelar ekan,
turli zamon va turli makonlarda yashagan. Ana shu zamonlarda, makonlarda yashagan, turli zamon va makonlarda yashagan turli xalqlar shu narsani ta'kidlashgan. Bitta haqiqatda hammasi bir xil ta'kidlagan. Aql ham, naql ham, fitrat ham shunga dalolat qiladiki, Allohga iymon keltirish va odamlarga ihson qilish har qanday yaxshiliklarni jalb qiluvchi sabablardan. Buni ziddi esa har qanday yomonliklarni jalb qiluvchi sabablardan. U gapni gapirgan odamlar qaysi zamonda, qaysi makonda yashagan bo'lmasin, millati qanaqa bo'lmasin, urf-odati qanaqa bo'lmasin, bitta haqiqatda hammasi bir xil aytgan ekan. Allohga iymon keltirgandan keyin inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, unga faqatgina yaxshilik keladi. Endi Allohga iymon keltirmasa, haloyiqqa zulm zo'ravonlik qiladigan bo'lsa, bu insonda boshiga faqatgina yomonliklarni jalb qiladi. Bugungi darsimiz saxovat haqida desak ham bo'laveradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam saxiy inson bilan baxil insonni zarbul masal qilib dedilar. Saxiy va baxil ustiga jubba kiygan ikkita odamga o'xshaydi. Ikkita odam ustiga jubba kiygan, sovut kiygan. Saxiy pulini sarf qilgani sari jubbasi va temir sovuti kengayib, o'zi ichida yo'q bo'lib ketib qoladi. O'zi yo'q deb bo'lib qoladi ichida. Baxil esa ziqnalik qilgani sari sovuti qisilib, joni chiqqudek bo'ladi. Mana baxil inson, saxiy inson. Odamlarga yaxshilik bo'lashadigan inson, odamlarga shu yaxshilikni qilmaydigan odam. Ikkalasi sovut kiygan odam. Endi shu sovutni dunyo hayoti deb tasavvur qilinglar-da. Inson boshqalarga yaxshilik qilar ekan, haligi sovuti kengayib ichida yo'q bo'lib ketyapti-yu. Xuddi shunga o'xshagandek, saxiy insonga dunyo keng bo'ladi. Dunyo yorug' bo'ladi. Dunyo sakinatli bo'ladi. Ammo baxil odam baxillik qilar ekan, sovuti qisib, uni nafasini bo'qqandek, dunyosi uni qisib qo'yadi. Maqolda aytiladi: baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Hech kim o'zini baxil deb bilmaydi. Ma'qulmi? Xo'p, mana bir hafta o'tdi, Ramazon bo'lyapti mana. Nimani ihson qildingiz? Nimani tarqatdingiz? Nimani berdingiz? Kimga xizmat qildingiz? Kimga xursandchilik bag'ishladingiz? Sotgan narsangizga xursandchilik demang. U xursandchilik qilmadingiz, u pulga sotib oldi u. Siz o'zingizni saxiy yoki baxil ekanligingizni bilmoqchi bo'lsangiz, qarang. Olayotganingizda qanday yengil his qilsangiz o'zingizni, berayotganda ham shunday yengil his qilasizmi? Olish qanday yoqimli bo'lsa, berishingiz ham shunday yoqimlimi? Demak, siz saxiy ekansiz. Endi aksi bo'lsa-chi? Olayotganda juda ham yengilsiz, o'zingizni juda ham yaxshi his qilasiz. Berayotganda-chi? Tushunarlimi? Qo'lida davlat ko'proq bo'lgan akalar, Alloh sizlarga qanday ihson qilgan bo'lsa, haloyiqqa shunday ihson qilishinglar kerak. Va ahsin kama ahsanallohu ilayk. Alloh taolo Qur'onda aytadi: Alloh senga qanday ihson qilgan bo'lsa, sen ham shunday ihson qil. Dollar topgan bo'lsang, ihsonni ham dollarda qil. Birodar, olayotganda qanday his qilyapsiz o'zingizni? Endi berayotganda shunaqa his qiling-da. Buni samarasini ko'rasiz. Baxil avliyo bo'lmas, avliyo baxil bo'lmas. Yana baxil bo'lma, saxiy bo'l, o'smog'ingga to'g'ri yo'l degan maqolam bor ekan. Saxiy inson faqat o'sar ekan, baxil inson o'sa olmas ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Innalloha fi avnil abdi ma damal abdu fi avni akhihi. Sahih hadis. Modomiki bir mo'min boshqa bir mo'minning yordamida turar ekan, Alloh bu bandaning yordamida turadi. Siz birodaringizni xursand qilaman deb, mushkulini yengil qilaman deb, muammosini hal qilishga yordam beraman deb yonida turing, sizni yoningizda Robbingiz turadi. Chunki birodarlar, aniq ravshan qoida bor. Mukofot amal jinsidan bo'ladi. Qaysi yaxshilikni qilgan bo'lsangiz, sizga shu yaxshilik qaytadi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Nimani eksang, shuni o'rasan.
Darsimiz mavzusi nima edi? Birovlarga yaxshilik qilishlik qalbning yorishishidir. Ammo biz shunaqa zamonda yashayapmizki, bu sizning muammoingiz degan falsafa odamlar orasida yoyilib ketyapti. Sizga holatini aytdi, ya'ni sizga aytdi, chunki siz shuni hal qilib bera olasiz. Siz ozgina harakat qilsangiz, bir qadam bossangiz mushkulasi hal bo'ladi. Kelib sizdan yordam so'rayapti. Mushkulaga kirgan odam yordam so'rayapti, siz hal qila olasiz. Bu sizning muammoingiz, ukaxon deysiz. Endi Alloh taolodan kutavering. Sizga ham Alloh taolo bir muammoni beradi. Agar hal qilib qo'yganingizda, bor muammoingizni Alloh hal qilib qo'yar edi. Aniq, ravshan qoida, mukofot amalning jinsidan bo'ladi. Nimani eksang, shuni o'rasan. Faqir insonga xursandchilik ulashdingmi? Robbingdan kutaver xursandchilikni. Mashaqqatga botib qolgan odamning mushkulasini yengil qildingmi? Robbing seni mushkulingni oson qilishini kutaver. Kambag'al odam 5000 so'mga boshi osmonga yetadi. Sen uchun 5000 so'm katta pul emas. Seni boshing necha pul bilan osmonga yetadi? O'shini beradi Alloh. Ma'qulmi? Birodarlar, biz o'sha musulmonlarga to'g'ri kelmaydigan g'arbni, sharqni dunyoqarashi falsafasidan ta'sirlanib qolyapmiz, xohlasak, xohlamasak. Chiqolmay turibdi mashinadan boya aytyapmiz-ku. Uni problemasida u. Men glavniy yo'ldaman. Men mashinada kelyapman, men glavniyman. Bunday qilib turibdi. O'tib ketaveradimi endi? Nimaga? Kichkinaroq mashina ekanda. Agar katta mashina bo'lganda nima qiladi? To'xtab. Ko'zingizga qo'lingizni qo'yib turib, engishib turib, o'tavering deb turib ishora qilasiz. O'shuning uchun biz ham hayot degan mashinamiz ko'p probkaga kirib qolyapti-da. Hayot degan yo'lda o'ydim chuqurlarga ko'p tushyapti-da mingan mashinamiz. Nima uchun? Odamlarga yaxshilik qilishlik degan narsa bizning shiorimiz bo'lmay qolyapti. Nimani eksang, shuni o'rasan. Fohisha ayol. Bir marta zino qilgan ayol emas, fohisha ayol. Zino gunoh kabiralardan. Mana shu zinoni o'ziga kasb qilgan fohisha ayol chanqab turgan itga kavushida suv olib, tumshug'iga tutib ichirib sug'orib qo'yuvdi. Alloh taolo shu ayolni qilgan ishini mukofotladi. Shu itni muammosini hal qilib qo'yganiga Alloh taolo buning muammosini hal qildi, gunohini kechirib yubordi. Fohisha itga suv beryapti. It najosat. Fohisha ayol. Lekin o'rtada qilayotgan yaxshilikni Alloh taolo qanday mukofotlayapti, birodarlar. Endi siz mo'min bo'lib turib, o'zingizga o'xshagan mo'minlarga yaxshilik qilsangiz, Robbingizdan qanday qaytmasin? Mana shu qilgan amali bu ayolning kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'lmadimi? Birodarlar, qo'l boyligi qalb boyligiga dalolat qiladi. Qo'lning saxovati qalbning saxovatiga dalolat qiladi. Yo'q bo'lib bera olmayotgan bo'lsa bir gap, lekin bo'lib turib bera olmayotgan bo'lsa bu boshqa gap. Tushunarlimi? Bu safargi osh mendan deb qo'yganmisiz bir rahmatdan? Qo'l ko'tarmanglar. Qiyansizlar albatta, yaxshi gumon qilamiz. Mendan bu safargisi. Mehmonimsizlar deganmisiz? Deb turib yomon xursand bo'lasiz. Buni qilgan odam biladi. Agar mana shu baxil insonlar, odamlarga yaxshilik qilmaydigan insonlar, qurumsoq insonlar, odamlarga bir narsani berishlikni, ihson qilishlikni aslida baxt ekanini bilishganida edi, bunaqa xayrli ishlarga shoshilishgan bo'lar edi. Birodarlar, ihson qilish, odamlarni xursand qilish, ularda qalbiga quvonch kirgizishlik baxt. Buni qilib ko'rgan odam biladi. Alloh azza va jalla aytadi. Astagfirullah. In tuqridulloha qardan hasana yudha'ifhu lakum va yaghfir lakum vallohu shakurun halim. Agar sizlar Allohga qarzi hasana bersangizlar, ya'ni kambag'al bechoralarga yaxshilik infoq ihson qilsanglar, u zot sizlarga bir necha barobar qilib qaytarur va sizlarni mag'firat qilur. Alloh o'ta shukr qilguvchi va halim bo'lgan zot.
Bandalarga qilingan ihson, yaxshilik Allohga berilgan qarzi hasana. Kim muhtojlarga, kambag'allarga yaxshilik qilib ihson qilsa, Allohga qarzi hasana bergan bo'ladi. Alloh bera olmay qoladigan zotmi? Alloh qarzini uzolmay qoladigan zotmi? Chunki savoblarni ato qiluvchi bo'lgan Alloh Ash-Shakur, Al-Jamil bo'lgan zot. Alloh taolo go'zallikni yaxshi ko'radi. Al-Jamil bo'lgan zot. U Al-G'ani, Al-Hamid bo'lgan zot. Ana payg'ambarlarning tarixiga murojaat qilamiz. Bitta qilgan yaxshiligiga Alloh taolo qancha ziyoda qilib ne'matni shukrini ado qildi. Musa alayhissalom Misrda bir qibtiyni beqasddan bir urib o'ldirib qo'ydi. Keyin Misrdan qochib ketishlikka majbur bo'ldi. Madiyanga kelganida Madiyan xalqi o'zlarining chorvalarini sug'uradigan bir joyda o'tirdi. Daraxtning soyasiga borib, daraxtga suyanib soyasida o'tirdi. Shunda odamlar kelib qo'ylarini, chorvalarini, tuyalarini sug'orib ketyapti. Ikkita qiz 10 tami, 20 tami qo'yini suvga kelsa to'sib, odamlarning chorvalariga aralashib ketmasligi uchun qaytarib turibdi. Ayol kishi bo'lganligidan, qiz bola bo'lganligidan erkaklarga aralashib xolamasdan turganini ko'rib, Musa alayhisalom turdida qo'ylarni sug'orib, qaytarib olib borib berdi. Bu qilgan yaxshiligi Alloh uchun edi. Mukofot qanaqa bo'ldi? Bu ikki qiz Shuayb alayhisalomning qizlari edi. Mana shu bitta qilib qo'ygan yaxshiligi Alloh taolo Shuayb alayhisalomga kuyov qildi, Musa alayhisalomni. Va 10 yillik uy joy bilan Alloh taolo mukofotlab taqdirlab qo'ydi. Kimga kuyov bo'ldi? Payg'ambarga kuyov bo'ldi, uyli joyli bo'ldi. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Odamlarga yaxshilik qilish qoida. Bugun shu qoidani olib chiqib ketinglar. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Qaytaramiz. Odamlarga yaxshilik qilish g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. Kunda bitta yaxshilik qilib qo'yish mumkin. O'sha bitta odam yo'l berib qo'ydingiz. Qo'shilib oldi, yaxshilik. Bo'ladimi? Bo'ladi. To'xtab turdingiz, chiqib qo'shilib ketguncha yoki shu o'zingiz bilasiz. O'zingiz bilasiz. Birodar, agar qo'rquv, xavotir, musibatlar hujumiga duch kelib qoladigan bo'lsang, yaxshilik, saxovat, mehr ko'rsatish bog'iga shoshil. Faqat o'qigan yaxshiliging Allohning roziligi uchun bo'lsin. Haloyiqqa yaxshilik ulash, odamlarga ko'mak ko'rsat, insonlarning xizmatida bo'l. Agar shunday qilsang, qilgan yaxshiligining samarasidan avvalo o'zing foyda topasan. Avvalo qalbing saodat va osudalikni topadi. Keyin esa ana shu mushkullarning hal bo'lishini qarab tur. O'sha mushkulalarning hal bo'lishligini kuzatib tur. Yaxshilik ulash. Ali ibn Abi Talib, Fatima Zahroning kuyovi. Ali roziyallohu anhu Fatima Zahroning kuyovi. Fatima onamiz onor egisi keldi. Ali ibn Abi Talib faqir bo'lgan. Puli yo'q. Bitta onorni eplab oldida uyiga kelyotdi, yo'lda bir tilamchi so'radi. Alloh uchun. Alloh uchun berdi. Bitta onor, boshqa puli yo'q. Uyiga keldi, onor kutib o'tirgan Fatima Zahro onor dedi, onor yo'q. Bir tilamchi so'radi, berdim dedi. Shu gap tugamadi ham, Ali ibn Abi Talib teshigini biroq taqillatib qoldi. Chiqib qarasa bir odam, qo'lida xalta. Ali roziyallohu anhuga uzatib turib, bu Allohdan Rasulullohga keldi, Rasulullohdan sizga jo'natildi dedi. Allohdan Muhammad alayhisalomga keldi, Muhammad alayhisalomdan Ali ibn Abi Talibga yuborildi. Shunday oldi, ochib qarasa onor. To'xtab turdi, sanadi. 9 ta ekan. Deymiz biz? Yo'q. Biz jon deymiz ikkitaga ham. Ali ibn Abi Talib to'xta dedi. Bu Allohdan payg'ambarga, payg'ambardan mengami? Ha. Sanavdi 9 ta. Unda yana bitta bo'lish kerak dedi. Bu men sizni sinamoqchi edim deb, shu bitta onorni olib qo'yganida chiqarib berdi. Qayoqdan bildingiz 10 taligini deganida, axir sen Alloh taoloning manja bil hasanati falahu ashru amsalha oyatini eshitmaganmisan? Kim bitta yaxshilik qilsa, unga 10 barobar qilib qaytariladi. Eshitmaganmisan shu oyatni?
Biz ishona olmaymiz, bizning iymonimiz zaif. O'shuning uchun berib olmaymiz. Biz o'zi 10 so'm turganda 2 so'mlik bersa katta ish. Hali o'zimiz muhtoj bo'lib turganda berishni qo'yinglar. Sultonlardan biriga bir orif kishi dedi: Allohning ehsoniga ega bo'lgan banda haloyiqqa boshqalardan ko'ra ko'proq ehson qilishi lozim. Ko'proq oldingmi boshqalardan ko'ra Allohning ehsonini, sen ko'proq ehson qilgin. Zimmangdagi haqlarni ado qilish bilan o'zingdagi ne'matlarni davomiy turishini ta'minlab olgin. Ustingdagi haqlarni ado qilginda ne'mating doim turishligini kafolatlab olgin. Ey, qo'lida davlati bor odamlar, sizlarning qo'linglardagi ne'mat, davlat boshqalarga berilmadimi? Endi boshqalarning mana shu ne'matda haqqi bor. Va fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Ularning deydi Alloh taolo o'zini solih mo'min bandalarini maqtab. U bandalarimning mollarida mahrum va so'rovchilarning haqqi bor deydi. Berasiz, infoq qilasiz, yaxshilik qilasiz, turadi pulingiz ko'payib. O'shuning uchun eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan odamlar nimaga eskidan ota-bobosi boy bo'lib kelgan uni? Chunki zakotini bergan, sadaqasini bergan, haloyiqqa yaxshilikni qilgan, o'shuning uchun u necha pokoleniya boy. Endi bir ba'zi boylarni ko'rasiz, loppati yondi, loppati o'shdi. Nimaga? O'sha moli dunyosini boshqalarga infoq qilishlik bilan kafolatlab qolmadi. Yangi boylar eshitib qo'yinglar shu narsani. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulla va la shafa'ah wal kafiruna humuz zolimun. Ey mu'minlar, na oldi sotdi, na oshna og'aynigarchilik va na oqlov bo'lmaydigan kun kelishidan ilgari hayotda dunyoda sizlarga rizq qilib bergan narsalarimizdan infoq ihson qilinglar. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat a'addallohu lahum mag'firatan va ajran azima. Alloh taolo mu'minlarni maqtab aytadi: xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr sadaqa qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, jannat tayyorlab qo'ygandir. Faqat bu qilgan yaxshiligimiz xolis Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. Agar xolis qilsangiz, shunda mukofot. Shuncha qilsam ham kelmayapti-yu, domla. Demak, xolis bo'lmayapti ekanda. Biz havodan olib gapirmayapmiz-da. Va man yuqashuha nafsihi fa ulayka humul muflihun. Kimki o'z nafsining baxilligidan saqlana olsa, bas ana o'shalar najot topuvchidirlar. Mana Baqaraning boshida keladi oyatlar. Va mimma razaqnahum yunfiqun. Kim? U shunday insonlarki, biz rizq qilib bergan narsadan infoq qiladi. Ulaika ala hudan min robbihim. Ana o'shalar Parvardigorlari tarafidan bo'lgan hidoyatdagi insonlar. Va ulaika humul muflihun. Va o'shalar najot topuvchilar. Alloh taolo hadis qudusida aytadi: Ya ibn Adam, anfiq unfiq alayk. Ey odam bolasi, infoq qil, men ham senga infoq qilaman. Siz berasiz, keyin Alloh beradi. Siz Alloh uchun berasiz, keyin Alloh sizga beradi. Xulosa, odamlarga yaxshilik qilish, g'am qayg'uni ketkazib, saodat va xotirjamlik olib keladigan sabablardan hisoblanadi. Odamlarga qilingan yaxshilikdan birinchi bo'lib kim foyda oladi? Shu yaxshilikni qilgan insonning o'zi. 7-sabab, boshqalarga ihson qilish qalbning yorishishidir. Aqulu qawli hada va astaghfirulloha li va lakum. Innalloha va